Qadrli do'stlar, shahar hokimiyat 4 qavatli domda 2-qavati 3 xonali 117 kvadrat uy sotuvga chiqyapti. Kirganda shuna chiroyli qilibdi. Hovli qismi ham keng katta ekan. Hamma eshiklar bir xilda. Asosiy eshikdan kirgan yo'parada bitta qo'shni bo'ladi. Kirib kelganda mana bu tomondan boshlaymiz. Zaldan. Zal. Aynalar, akfa, konditsioner bor ekan. Media parkga ham yaqin. San'at saroyiga ham yaqin. Oshxonasi mana. Bu polniy remont ekan. Olgan odam bemalol kirib yashaydigan holatda, bitta kirib yuradigan joy ekan. Mana. Bitta xohlagan odam. Bitta shunaqa qilib mashina qo'yib qo'yishgan ekan. Bitta bitta nima ekan? Dushovый joy ekan. Ba'da bolalar yotoqxonasi. Ba'da spalni. Balkoni ham bor. Ba'da sanazor. Ariston bor, polniy kafil qilingan. Uyda holati yaxshi. Shahar hokimiyati 2-etaj 117 kvadrat uy sotuvga chiqyapti azizlar. Bemalol qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqamiz. Egalarni yo'para qilib bemalol sotib qilsa bo'ladi inshaalloh. Kimga nasib qilgan bo'lsa barakasini berib.